Başqalarını haqoratlash, g'ururni sundirish, inkor qilish orqali o'zgartgili bo'lamdi. Ba'zi kishilarning boshqalarni o'zi to'g'ri deb bilgan yo'lga boshlash yoki millatga foydali deb qaragan ishlarni qilishga undash uchun boshqalarning xatoligi yoki o'zi to'g'ri bo'lmadi deb qaragan ba'zi so'z, ish harakatlarni tutib olib, ularga hujum qilganligini, ularning g'ururini sundiradigan gap so'zlarni qilganligini, hatto ularni inkor qilib, butunlay yo'qqa chiqarmoqchi bo'lganligini doim uchirtib turamiz. U kishilar ko'pincha ahvolda garchi millatning manfaatini chiqish qilganligini ta'kidlasimi, ammo qo'llangan usulining to'g'ri bo'lmasligi sababidan ba'zi aks ta'sir yaratadiganligini o'ylab yetolmas kerak. Undaqda boshqalarni haqoratlash, g'ururni sundirish yoki inkor qilish orqali ularni ijobiy jihatdan o'zgartgili bo'lamdi. Agar biz boshqalarning ozroq xatoligini tutib olib, ularni o'zimiz to'g'ri deb bilgan yo'lga boshlash yoki ularni millatga foydali ishlarni qilishga undash uchun ularga hujum qilsak, ularni haqoratlasak, hatto ularni inkor qilib yo'qqa chiqarsak, ba'zilarda balkim xijolat, qo'rqinch yoki majburiyat tuyg'usi yaratib, qisqa muddatlik bir o'zgarish paydo qilishimiz mumkin. Ammo u hargizmi haqiqiy o'zgarish emas. Bu xil usullarning kelib chiqadigan salbiy oqibatlari tövandagidek bo'ladi. Psixikalik qarshilik kuchaydi. Odam haqoratlanganda menga avtomatik holda mudofaa holatiga o'tadi. Biz aytgan aqlga muvofiq gaplarmi ularning qulqiga kirmaydi. Chunki ular faqat o'zini qo'g'dash va sizga o'chmanlik qilish bilan avora bo'ladi. G'ururning sunishi insonlarda umidsizlik va tushkunlik paydo qiladi. Agar bir odam g'ururini va o'ziga bo'lgan ishonchisini yo'qotsa, u o'zini yaxshilanishga loyiq emas deb qarashga boshlaydi. Men shundoq nachar odam ekanman, o'zgarib nima qilatdim deydigan psixika shakllanib, ular texmi nacharlashib ketishi mumkin. Munosabatning vayron bo'lishini keltirib chiqaradi. Bundaq usullar o'tirdagi ishonchni butunlay yo'qotadi. O'zgarish uchun oldi bilan ishonch va hurmat lozim. Kishi o'zini hurmatlamaydigan, kamsitadigan odamning so'zini chin ko'nglidan qabul qilmaydi. Yoshirin o'chmanlik paydo bo'ladi. Siz qo'rqitish yoki haqorat bilan o'zgartaman degan odam sizning oldingizda o'zini tuzatganda ko'rsatsimi, orqangizda texmi ig'ir xatoliklarni o'tkazishi, hatto sizdan o'ch elish planini tuzishi mumkin. G'ururi sungan odamning burun qilgan ishlarini texmi yoshirin qilishini va jamoatdan yiroqlashishini keltirib chiqardi. Bu insonlar orasidagi ittifoqlik va birlik ta'sir ko'rsatadi. Haqiqiy o'zgarish qanday maydonga keladi? Boshqalarni o'zgartmoqchi bo'lganda tövandagi 3 nuqta eng unumli. Hurmat qilish. Qarshi tarafning shaxsiyatiga chiqilmay, faqat xato qilmishini ko'rsatib berish. Ilhomlantirish. Ularning ortiqchiligini jazmlashtirish orqali ularda men texim yaxshi bo'la olayman deydigan ishonch turg'izish. Ulgu bo'lish. Söz bilanla emas, o'zingizning harakati bilan to'g'ri yo'lni ko'rsatib berish. Qisqasi, boshqalarni haqoratlash, g'ururini sundirish yoki inkor qilish orqali ularni ijobiy jihatdan o'zgartgili bo'lmaydi. O'chmanlik bilan yaralangan qalb hargizmi go'zallikka qarab taraqqiy qilmaydi. O'zgarish qo'rqinchdan emas, balki o'zaro tushunish, o'zaro sevgi va qadrlanishdan boshlanadi.